Do'stlar, hammalarga salom. Bugungi kunda men sizlarga juda ajoyib joy ko'rsatmoqchi edim. Sirli, ko'pchilik bilmaydi. Bu joyda men har doim oila yoki do'stlar bilan kelsa mazza qilib dam olaman. Butun Chorvoda eng yoqimli joy aynan shu bo'ladi bizda. Men atmosferani ko'ryapsizlar. Bu yerda hech kim yetmaydi. Bir qanaqadir usloviya bor yoki sharoit olishga, dam olishga. Biz bugun shu Nanay tomonga keldik. Osmonni ko'rsanglar, top toza havo. Shunda yo'lda kelaverishinglarda, yo'l yuzida mana shunaqa joy bor. Mashinamizni ham qo'yib oldik. Keyin esa sekin-sekin pastga tushamiz. Kirishimizda u как alohida takoy oasis bo'ladi. Shunda kirishimizda mevali daraxtlar. Bu yerda mevaning nomini bilmayman buni. Mana bu sliva. Это, наверное, желтая слива bo'ladi. И уже bu yerdan сразу juda ajoyib vid такой ko'ryapti. Hozir pastga tushaylik, ko'rasizlar. Sekingina pastga tushamiz. Ertak sifatli atmosfera. İshonish qiyin. Haqiqiy ertak sifatli. Mazza qilib dam olsanglar bo'ladi bu yerda. Mana ketdi. Bu joy Toshkentda men har doim rovna 1,5 soat, 1 soat 40 minutda yetib boraman. Agarda shoshilmay kelsanglar, bemalol 2 soatlarda yetib borsanglar bo'ladi. Plus eng yoqimli bu yerda mana shu vid. Ko'ryapsizlar. Bu yerda bizda banya, bu yerda kupel, bu yerda besetka. Men qishda ham kelib cho'milganman bu yerda. Bu esa Chorvo suv urinni ko'ryapsizlar. Chorvoda suv ko'payganiga bu yerda ham ancha ko'tarilibdi. Yo'g'iga o'tsak, bu yerda mana shunaqa atmosfera. Letniy kuxnya, bu yerda gamak. Gamakda yotsangiz, kachаться qilib, mana shunaqa bitlar bilan yotasiz. Ko'ryapsizlar? Ajoyib. Bu yerda bizda sibirskiy chan. Pastda katta katamarani bor, o'sha yerda saplada ham uchsa bo'ladi. Qani. Ketdik. Bu yerda letniy kuxnya. Taxminanli bemalol 15 kishigacha ham bular olishadi. Ovqat pishirib o'tirsanglar bo'ladi. Bu yerda barbekyu. Takoy kimga qanaqa tayyorlash yoqsa, muzika bor. Bemalol kolonkalarga Bluetoothdan ulab olib eshitsanglar bo'ladi. Endi yuringlar banyaga kirib chiqamiz. Banyaning ham vidi ajoyib ekan. Nechta banyaga borgan bo'lsam, lekin eng yoqimlisi shu bo'ladi. Chunki panoramali oynali. Juda vidoqasi chiroyli. Nima kirsak, ichida shuna qora stilda banya qilingan. Pechka. Mana bu yotib dam olib manzaraga tomosha qilsanglar bo'ladi. Menga bu joy juda ham yoqadi. Kabuta kartinkani qo'yib qo'yishgandek. Banyadan chiqsanglar, ko'pchilik kupelga boradi. Men esa o'ylaymanki, bu yerda chiqishinglarda sразу Chorvoga ham tashlasa bo'ladi. Mana shunaqa kelib, mazza qilib dam olasizlar. Faqatgina yosh bolalar bilan kelsanglar, ozgincha e'tibor qilish kerak perillasi. Hali endi qo'yiladi. Xo'sh. Olasanglar chelaydan. Suv keting, endi besetkani ko'ramiz. Kupelda suv muzdek. Bittada axlashlikni ham beradi. Besetkada ham salqin. Ovqatlarni tayyorlab, banyaning orqasida
Mangali bor. Ovqat tayyorlab, mashta o'tirib mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Bilmayman, bu yoqqa kelsanglar, ancha odamni ketgisi kelmay qoladi. Men har doim vaqtim kam bo'lgani uchun ertalabdan kechgacha kelaman. Bir marta nachovka bilan qoldim, shundoq ham nachovka bilan qolib, ertasi kuni ertalab farqli ketordim. Bu territoriyada sharshara. Yana bitta mangal. Bu yoqda esa saplarni olib, hamdan tushasizlar и suvga primoy. O'tgan safar bizni nargi betgacha ham yetib bordik. Mazza, lekin saplarda sakrab, cho'milib yuraverasizlar. Bu yerda bizda qaranglar, sibirskiy chan. U ham suv qizdiriladi, taxminan 38-39 gradus bo'ladi. И yana narida knopkasi bor. Jakuzi qilsanglar bo'ladi. Shunday yoqasizlar, kech payt podsvetka bilan. Tamom. Nima desa bo'ladi? Apelsin, mandarin, bodring, pomidor, to'rislar mazza qilib qaynab yotasizlar, sho'rba bo'ladi. Bu yerda ham vid. Вот такой вот sharoit. Xo'sh, ketdik endi kuxnyaga boramiz. Yana bitta kuxnyasi bor. Tak, bu yerda bizda kuxnya, nariyoqdan chiqdik. Katta stol. Katta kompaniyalar sig'adi. Bu yerda qozon. Ovqat pishirsanglar bo'ladi, xohlasanglar somsa yopsanglar bo'ladi. Mana. Hamma narsa bor. Bittada yana osh tashlasanglar, bu yerda sho'rvani ham qilsanglar bo'ladi. Hamma yoq top-toza qani. Rakovina, balo battar narsalar bor. Posuda, pribor, tifalma, hamma narsa bor. Nachovka bilan qolaman desanglar, taxminan mana shu oilaviy xona ichkarida. Bir 2-3 kishi bemalol qolsa bo'ladi. Agarda ko'proq mabodo bo'lib qolsa odam, tepada uzun tarchanlari bor. Tarchanlari ham juda yoqimli. Kech payt salqin havoda. O'zi toqqa chiqsak, bizga salqin havo kerak-ku. Uyda yotib nima bor? Qani tarchanlarni ko'rsatib beraman endi sizlarga. Tarchanlar atmosferasi mana shunaqa. Pardalarni ochsanglar, bu yerda ham vida chorvaga chiqadi. Mana shunda. Xo'sh. Bu yerda bitta, ikkita kravat kattaligini ko'ryapsizlar. И 3 ta. Bu yerda ham alohida o'zini stoli bor. Nechtadir kompaniya bemalol kelib o'tirib dam olsa bo'ladi. Ortiqcha odam bu yerda yo'q. Sizlar arenda qilgan paytingizda shu polni territoriya ayni sizlar uchun bo'ladi. Necha kunga bron qilsanglar, narxlarni bu yerda yozib chiqaman. Ko'ringlar, o'rganib olinglar. Telefon raqam, pastga telefon qilsanglar, bron qilib qo'yasizlar. Bu yerda bizda namoz o'qish uchun joy. Mana shunaqa manzara bilan. Juda chiroyli, menga shu joy juda ham yoqadi. Такой простой, atmosferniy, o'zini vibe bor. Mazza qilib, постоянно dam olaman. Yozda kamida 2-3 marta men kelib ketaman bu yoqqa. O'zingizlar nima deysizlar? Shu joy yoqdimi sizlarga yo'qmi yoki boshqa shunaqa joylarni ko'rganmisizlar deyapti. Men lekin juda yaxshi ko'raman shu joyni. Kelinglar, bemalol dam olinglar. Agardan dachalardan yoki gastinisalardan charchagan bo'lsanglar, mana sizlarga tabiat, mana sizlarga toza havo, chorvoq, banya, xohlasanglar chan, kuxnya, shashlik pishirib, bemalol yotib dam olsanglar bo'ladi, cho'milsanglar ham bo'ladi. Bu yoqda basseyn yo'q, uni ham o'zi kerak ham yo'q.